Ko'p homilador ayollarimiz tonusdan juda ham qo'rqishadi. Tonus o'zi nima? Bu bachadon mushaklarining qisqarish holati. Normada fiziologik tonus ayollarda kuzatiladi, lekin patologik tonus bu xavfli tonus hisoblanadi. Agar tonus og'riq bilan kechsa, bel sohasida, pastki qorin qismlarida og'riqlar kuzatilsa, qattiq holatda uzoq vaqt saqlansa, qonli yoki suyuq ajralmalar bilan birga kelsa, bu patologik tonus hisoblanadi va shifokorga murojaat qilish lozim bo'ladi. Tonusning asosiy sabablari stress va emotsional zo'riqish, og'ir jismoniy ish yoki ko'p yurish, progesteron yetishmovchiligi, ichaklardagi gaz to'planishi, meteorizm, oldingi homiladorlikdagi muammolar, yuqori darajadagi toksikuz, infeksiyalar yoki yallig'lanishlar ham tonusni keltirib chiqaradi. Eng muhimi, o'zingizni asrang, ko'p yurmang, stressni kamaytiring. Tanangiz sizga biroz dam ol deb signal berayotgandir. Tonus har doim ham dushman emas, ba'zida u sizni himoya qilayotgan do'st. Ammo har qanday shubhada doktor bilan maslahatlashishni unutmang.